Hammaga assalomu alaykum. Kuni kecha Nexia 2 rusumli transport vositasi haydovchisi transport vositasini davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib, bundan tashqari transport vositasiga ruxsat etilmagan yalt-yalt etuvchi migalka mayoqchalarini o'rnatib, shuningdek harakat davomida transport vositasida foydalanish belgilangan tartibda man etilgan jihozlardan foydalangan holda harakatlanganlik holati ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu esa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining hamda harakat qatnashchilarining ko'plab e'tirozlariga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv olib borilib, transport vositasi hamda haydovchi aniqlandi. Xo'sh, bu turdagi qoidabuzarlik sodir qilishga haydovchini nima majbur qildi? Assalomu alaykum. Nima sababdan bu turdagi qo'pol qoidabuzarliklar sodir qilyapsiz? Qiziqqanim uchun shu ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygandim video. Yoshlik bilan shu bayram yaqinligi uchun qiziqqandan qilgandim. Afsusdaman. Bilmagandim. Gay xodimlari tushuntirishdi. Qoidabuzarligim narsani. Boshqa harakat qatnashchilariga nima tavsiya bera olasiz? Qoida buzmasligini, qoidalarga rioya qilib yurishini. Hozirda holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasi 2-qismi, 125-moddasi 3 hamda 5-qismlariga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Shu o'rinda barcha harakat qatnashchilaridan harakat davomida amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Zero qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligini aslo unutmang.